Hürmetli vatandaşlarım, haberlerini, paketlerini yukarıda görüp öttük. Endi kısaca analiz kılaylı. Analizimiz şunday oldu. 6. ayının 21. günüde Amerika Qo'shma Shtatlarining poytaxti Washington, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining zalida Jungo taraf vakilleri bilan Amerika taraf vakilleri diyalog. Bu Prezident Trump yanıdan prezident olup sayılıp Amerika'da vazife olturgandan keyin tunji qitim o'tkazilgan diyalog ish bo'ldi. Bu diyalog ishda eng asosli masala deb qaralgan Chavshan masalasi bo'ldi. Shundaqla biz faraz va qiyos qilganimizdek bu qitimki diyalog ish yig'inda Tibet masalasining, Tayvan masalasining o'tirg'i chiqqanligi hozir qisman alda oshkor bo'ldi. Masalan, Yangechi yuqorida nima dedi? Başta Tayvan meselesi, Tibet meselesi degan narsa eg'izganligidan shuni ko'rib yetdik. Endilikdagi Chavshanning vaziyati masalasi kelganda Jungoga besim ishlatdi. Biz boshda xabarda ko'rdik. Prezident Trump endi Jungo bilan hamkorlashib, Jungoning ta'siri va kuchi orqali Chavshan masalasini hal qilish bu siyosat mag'lub bo'ldi dedi. Jakalat. Demek Prezident Trump şunlar jakaledi. Biz 3 qitim sizlarga so'zlagan Jungo Amerika o'rtasidagi shirin ayla oxirlashidi, oxirlashdi degan va bugun New York vaqt gazetining shundoq oxirlashi mumkin degan mushu xabarlari endi isbotlandi. Demek bu yerda Prezident Trump Jungoning Chavshanga Chavshanga besim ishlatib, Amerika bilan hamkorlashib, Chavshan yadro qurollarini hal qilish siyosatimiz mag'lub bo'ldi. Natija qazanolmadi. Demek bundaq ahval aslida Chavshan yerim orling vaziyati qandaq vaziyat o'zgarish davriga kirdi. Buningga biz hayron bo'lib ketmaymiz. Endi u o'zining mintaqasi yoki siyosiy yo'nalishi bo'yicha vaziyat yo'nalishi bo'yicha taraqqiy qiladiganligi sizmi ishonasiz? Bizmi ishonamiz. Ammo shu qatorda yana nima deyildi yuqori xabarda? Mobodo biz Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo hukumati Washingtonda yig'in o'tkazayotganda ya dialoglaşishni boshlagan vaqtda Chavshan yana ig'vogarchilik qilib raketa birini portlatadigan bo'lsa, u holda Jungoning Chavshanga besim ishlatib, Chavshan yerim orlini yadrosizlashtirish masalasini hal qilishi mag'lub bo'lgan bo'ladi. Chavshan shunday qildi. Chavshan 21 kuni qit'alar aro uchadigan raketaning motorini sinab qildi. Demek bu sınak endi Jungoning Chavshanga besim ishlatib yadro qurollari masalasini hal qilishdan iborat Jungoning siyosatining mag'lub bo'lganligini ko'rsatdi. Vaziyat hozir taraqqiy qilib mushu darajaga kirib keldi. Hozir Chavshan yerim oralida urush bo'lamdi, bo'lmamdi degan so'zlar to'g'ri yamrashga boshladi. Bu yerda gap hozirgacha 3 oy deyli, 3 oylik muhlat. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Jungoga va Jungoning talabi bo'yicha bergan 3 oylik muhlat. Bu 3 oy ichida Jungo nima ish qildi? O'tganda nima ish qildi? Chavshanga qanday besim ishlatdi? Masalan, Prezident Trump yoki diplomatik ibora uchun yoki Jungoni ovutish, ya'ni balki shunda ishni qilishi yoki Chavshanga besim ishlatishi degan nuqtada Jungo tirishchanlik ko'rsatdi degan gaplarni ishlatdi. Amaliyotda nima? O'tganda biz 1 oy ichida 4 qatim raketa portlatganligini ko'rgandik. 6. ayının 7. günü ahir qatim portlatgan edi. Endi 6. ayının 21. kuni kelgan 2 haftadan keyin yana motorni sinab qildi. Bu bir ig'vogarchilik efendiler. Bu to'lama haddidan oshib ketgan ig'vogarchilik. Ikki davlat Jungo bilan Amerika Qo'shma Shtatlari Washingtonda dialoglashish yig'ini echayotganda, dal balki Chavshan masalasi to'g'risida yig'in echayotganda Chavshanning bunday qilishi bu bek ig'ir darajadagi ig'vogarchilik bu. Hozir Amerika xalqi student o'quvchi o'tda varim birning vafotini ko'tarolmay turganda Chavshanning yig'in echayotgan mezgilda bunda ig'vogarchilik qilishi vaziyatni texmi jiddiylashdi. Endilikda hurmatli vatandoshim Turan apandi qo'ygan savolingizga men to'g'ridan-to'g'ri mundaq deb javob berolmayman. Hozir bunga javob beradigan toza xamiyaturish yo'q deyli, javob berolmayman, lekin hozir Jungo bu Sharqiy Shimoliy Osiyoda Chavshan masalasini tashlab qo'yib, hozir O'rta Sharqda o'mlab yuradi. Bu Sabudo Shansing Jungolikni Xo'shi apand yozgan kitobida Sabudo Shansing deydi ekan. Bu gapning ma'nosi nima ekanligini kitobni o'qigandan keyin bilamiz. Endi Sabudo Shansing bu
sabuda, har qanday ish sabuda bo'lsa bo'ladi. Hozir vaziyat Chavshanning ustida ketib olsa, yaqindan beri Jungo armiya askariy qismlarni dengiz armiyasini evatib, Bospor bo'g'izida Iron bilan birlashib harbiy manevr o'tkazdilar. Shundaqla Qatar masalasi yoki Qatar davlati bilan Saudiya Arabiston boshchiligidagi bir qancha davlatning diplomatik munosabatni uzganligi munosabati bilan hozir Turkiya Qatarga askar kirgizdi. Turkiya albatta NATOning a'zosi. Endilikda Pokiston hozir Qatarga askar kirgizdi. 20 mingdan ortiq askar kirgizdi. Hozir Xitoyning to'rbetlari dediki, bu 20 ming askar Pokiston armiyasining Qatarga kirishi Jungo armiyasining Qatarga kirishiga barobardir. Bu Jungoga vakillik qiladi. Hozir men bu xabarlarni saqlab qo'ydim. Vaqti kelsa zarur tepib so'zlashimiz mumkin. Biroq hozir O'rta Sharqqa Jungo kiryotdi. Endi Sharqiy Shimoliy Osiyada Chavshan orqali Amerika Qo'shma Shtatlarini avar qilgan bo'lsa, Jungo hukumati endilikda O'rta Sharqqa kirish orqali Amerika Qo'shma Shtatlarini avar qilanda qanday? Mesela yaqinda shuning munosabati keldi. Endi bu ijobiy ish bo'lishi mumkin. Podshoh o'zi qaror qilgan bo'lsa, buning bizning tishimiz patmaydi. Saudiya podshosi Salmon xonjammati varis huquqini o'zgartgandek, burun xonjammatining bir nafar a'zosini amaldan qoldirib, bu da o'zining o'g'lini xonjammati varis huquqining o'rniga chiqadi. Endi bu O'rta Sharqqa qanday ta'sir ko'rsatadi? Iroq va Iron Saudiya munosabatlari qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu tarafdan bizga noma'lum. Biroq Salmon podshohning bu qilgani to'g'ri qaror bo'ldi. To'g'ri ish bo'ldi. Chunki podshoh nima qaror qilsa, bu Saudiya uchun to'g'ri harakatdir. Saudiya xalqi qo'llaydigan harakatdir. Uning ustiga bu bolaning, yana Salmonning bolasining podshohga varislik huquqi o'rniga chiqishining o'zi bu Amerika Saudiya Arabistoni uchunmi yoki munosabatlar uchunmi yaxshi bir diplomatik tanlash. Diplomatik munosabatlar uchun yaxshi bir tanlash bu. Bo'lib, hozir O'rta Sharqda podshoh Salmonning Amerika bilan bo'lgan munosabatlarni keltirganligi, Amerika bilan bo'lgan munosabatni qaytadan tepib olganligi, bu ish albatta uning diplomatik siyosatida intayin zo'r tanlash, podshohning to'g'ri qaror qilgan ish. Demak, Amerika Saudiya munosabati yaxshi bo'ladigan bo'lsa, men ishonamanki, Saudiya Arabistonning vaziyati muqim vaziyat bo'ladi. Endilikda gap hozir Jungo bir qadamdan O'rta Sharq yaqinlashyapti. Mana ko'ring, hozir Qatarga kirgan Pokiston armiyasi Jungoga vakillik qiladi degan gap bu katta gap bu. Yani o'rdisdan chiqalamdi, chiqamamdi. Men bu so'zni sizlarga ishiltishdim burun. Sal ehtiyot qilib so'zladim, lekin saqloqlik xabar. Saqloqlik shunday xabarlar o'tirib chiqdi. Uni oz deganda bu Iron bilan birlashib Bospor dengizida harbiy manevr qildi degan gap. Bu asta hozir siljiyot, O'rta Sharq kirish siljiyotdi degan gap. Ana ustiga ko'rib beqing, mana 21-kuni Washingtonda shunday katta dialog yig'ini o'tkazilayotgan paytda Chavshanning yana raketa qurollarining motorini sinab qilishi bu amaliyotda bir xil ig'vogarchilik. Bu xalqaro jamiyatni ko'zga ilmaganlik. Nəhayət ağır dərəcə ko'zga ilmaganlik bo'lib hisoblanadi. Endi ko'rib beqing, ahvol shu. Lekin Jungo buni cheklamadi, cheklayalaydi Jungo. Sen bunda qil demadi, shun bunda qil demagandan keyin chekdemagandan keyin bu yerda Jungoning qo'li bormi yo'q deb savol qo'yish to'g'ri keldi. Chunki hozir yana nima xabar keldi? Mana bu yerga chiqishdan burun ikki xabar. Amerika Davlat Majlisida 37 nafarmi, men xato ko'rib qoldimmi? 26 nafarmi Davlat Majlisining a'zolari imzoli xat yozib Prezident Trampga yo'llab Tibet masalasini moslashtirish komitetiga yangidan rahbar tayyorlashni talab qildi. Bu burun shunday Tibet ishlarini moslashtirish komiteti deb bunga bir rahbar qo'yilgan edi. Endi yana shuni qo'yishni talab qildi. Demak, hozir Amerikada Tibet siyosatining bir termometr xarakterli siyosat o'zgarish bo'lib o'tdi degan. Uning ustiga hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisi byudjetni, harbiy ishlar byudjetini, bo'libmi Chavshanga qartilgan harbiy ishlar xomchotini o'stirish to'g'risida taklif loyiha o'tirib qo'ydi. Bu taklif loyiha nima deyildi hozir qarashganda? Pul qimmati 600 milliard dollarmi, 700 milliard dollarmi shu darajada. Men bu xabarni tayyorlab kelardi yetkazman, lekin avval sizlarga buni xabar qilib yetkazay dedim, vatandoshlarim.
Demek bu kıtım hamçot aynı vaxtki Irak'a işletilgen, Afganistan'a işletilgen hamçottan artık bulup çıktı. Demek bu Çavuşan'ın tehdidiga taqabul turish uchun ajratilgan hamçot ikki qitimliq urush maydoniga ketgan hamçotdan ortiq bo'lib chiqdi degan gap. Demek Tibet siyosati eg'iz qoldi. Tibet siyosati to'g'risida shunchalik so'zlandi degan gap. Endilikdagi bu ishlarning hammasi nimaga berib taqildi degan vaqtda zodi shu 3 oylik berilgan muhlat ichida Jungo hukumati bergan va'dasi bo'yicha Çavuşan'ga nima bosim ishlatdi? Erişken netice nima? Buni ham hukumatlar aro bilib turdigandi, lekin biz fuqarolar hech narsa ko'rmadik. Jungo mandaq besim ishlatganligi uchun Çavuşan mandaq yo'l qo'y degan gapni hozirgacha anglamadik vatandoshlar. Anglamadik. Tam boshqa matbuotlarda bormiki men bilmayman. Men Xanzurcha bilan cheklanib qolaman. Xanzurchadan boshqani tilni bilmagandan keyin boshqa matbuotlar bormi yo'qmi ko'rmadim. Ama hozir Jungo shu 3 oy yaqinlab keldi. 7-oyda oxirlashadi deydi Yaponiya matbuoti. Ana shundan qaraganda demak Jungo zaten nima ish qildi? Ana oxir dedi-ku prezident Trump Jungoning tirishchanligi yoki Çavuşan'ga bosim ishiltish orqali Çavuşan yadro qurollarini masalasini hal qilish mag'lub bo'ldi. Bu siyosatimiz mag'lub bo'ldi. Demak, endi bundan keyingi Çavuşan'ın vaziyeti qanday taraqqiy qiladi degan masala. Endi bundan chiqqan vaqtda hozir Jungoning ichki qismida Ambang şirketi, Hayhan şirketi, Venda şirketi. Bu 3 çoğun şirket Jungo'da iqtisodning jon tomirini egallab turgan şirketler. Bunun da birincisi Ambang şirketi, Deng Xiaoping oila jamiyatining şirketi. Hayhan şirketi, Wang Qishan oila jamiyatining şirketi. Venda şirketi, Wang Jianlin degan kishining Kaliforniya Harvardda so'zlagan nutqida oshkorlashicha Venda şirketi va Rais Xi Jinpingning ochisining qurgan şirketi. Demak, bu şirketda Jungo iqtisodining